ikkita yasab olgan. Buni ustidan yozib, mendan joy qilib bermasang, bizdan joyini olib turib, boshqasidan borib turib, o'rtada aylantirib turgan. Buni hammasini hozir zapisigacha qo'yib beraman. Ani bolalarni ham chaqiraman. O'sha syomkani talab qilaman. Syomkani ko'rsatishini. Xohlagan joyimdan joy olaman yozib degan gaplaringiz bor. Uchastkovoy meni qachon chaqirdi, men qachon bosh tortib kelmadim. Necha marta chaqirgan bo'lishi ham mumkin? Yo'q, nega? Hozir mumkin. O'sha gapni Yo'q, necha marta chaqirdi. Biz oldimiz bilan kelmadingiz. Angren shahar prokuraturasiga murojaat qildim. Siz noqonuniy joyda savdo qilgansiz deb ular ham yordam bermadi. U joyga opani hech qanday tegishli hujjati ham yo'q, boshqa narsasi ham yo'q. U davlatning joyi, bozorning joyi. Hujjatsiz savdo qilishga ham bozorkom o'zi ruxsat bergan-ku. Arzonlashtirilgan yarmarkani shakllantirganmiz. Shartnoma qilinadi-ku, men bilaman. Yo'q, shartnoma qilinmaydi. Bu yarmarkadan pul olishga bizning haqqimiz yo'q. Xo'p, ikki tomon kelishmadi. Bu qanday hal bo'lish kerak edi? Sud tartibida hal bo'lish kerak edi. Yo'q, bizda unaqa qonunlar yo'q. Agar unaqa bo'lsa, tanishtirsangiz, masalan, siz o'zingiz aytyapsiz-ku hozir. Shartnomasiz munosabat. Yo'q, bu shartnoma qilsa biz to'lov qilish kerak-ku. Shartnomada to'lovsiz deb qo'yasiz. Siz menga o'sha joyini ko'rsatib bering, men qo'limga ko'taraman. 10 yilga tajribam bor. Birinchi marta ustoz qilaman sizni o'zimga. 4-kundan 100 mingdan sotdi, nima qilasiz? Javobini berib olamiz. Sud tartibida bor. Yo'q. Bozor qonun qoidalari bor. Xo'p, demak shartnoma qilish mumkin emas. Yo'q. Yes, tushunaman. O'rtada deylik xudo boshqasi yong'in bo'ldi. Biz yong'inga qarshi emlanganmiz, xudo xolisa. Salgina kulgili gap gapiryapsiz. Hammaga salom qadrli El-Power kuzatuvchilari. Biz bugun navbatdagi murojaat bilan Toshkent viloyati Angren shahriga yetib kelganmiz. Murojaatning asosiy mazmuni Dono opamizni joylarini, ularga tegishli bo'lgan mulklarni bozor ma'muriyati noqonuniy o'zlashtirgan. Meni mulklarimni, joyimni noqonuniy yo'q qilib yuborishgan deb bizga murojaat qilishdi. Hozir o'zlaridan batafsil so'raymiz. Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? O'zingiz tanishtiring, opa. Hamjo'ray va Dono. Angren shahar dehqon bozorida 5 yildan beri savdo qilar edim. Xuddi mana shu joyda. Bir kun ertalab sotuvchim kelyapti. Tovar bilan ertalab kelsak joyimiz yo'q, tep-tekis hech narsa yo'q. Xolodilniklarim, polni joylarim umuman yo'q, tozalab tashlagan. Bir kechada. Bir kechada, kechqurun biz ketgandan keyin odamlar yo'q-ida. Bizni ogohlantirmadi, chaqirmadi. Xabaringiz yo'q? Yo'q, xabarim yo'q. Ishtirok etmagansiz. Xabarim bo'lsa ishtirok etsam, sotuvchim ertalab go'sht bilan, mahsulot bilan kelmaydi-ku. Men endi sotuvchim ertalab telefon qilmasa men bilmayman. Telefon qilyapti, opa joyda olib tashladingizmi? Ha, nimaga? Men kelsam ertalab go'sht olib kelsam joy yo'q, siz olib tashladi deb o'ylab. Ha, nimaga olib tashlayman desam, keyin o'zidan so'radim, sizga bozor ko'miya pattachilar, bozor ma'muriyati sizga ogohlantirmaganmidi? Joyda olamiz demaganmidi desam, yo'q, hech kim aytmagan. Aytsa men joy mahsulot olib kelamanmi, go'sht olib kelamanmi, opa? Demak, opa, bir kechada sizni xabaringizsiz, sizni ishtirokingizsiz, ogohlantirishsiz sizni joyingizni tozalab tashlashdi. Joyingizda nimalar bor edi? Meni joyimda vitrina, go'shtga vitrina xolodilnik bo'lgan, morozinlik bo'lgan. O'sha yerda rastaga polni nima deydi, reklamaga polni yasattirganman, tarozim bo'lgan, patnis, kunda o'sha savdo qilib turgan joyimda nima bo'lsa, o'sha hamma narsam bo'lganda, даже davlatning ana terminallarim bo'lganda, o'shalar ham yo'qda. U ham yo'q. Hech narsasi yo'q. Siz bu joyga nima asosida savdo qilardingiz? Og'zaki kelishuv, shartnoma, ijara shartnoma yoki mulk huquqi asosida nima bor edi? Og'zaki kelishuv asosida savdo qilardik. Demak, siz ogohlantirishmadi. Yo'q. Sudga berishmadi. Yo'q, hech kim, даже men shu paytgacha hech kimga murojaat qilmaganimning sababi meni bozorkom shu paytgacha aldab keldi. Opa, bir hafta kuting, 2 hafta kuting. Komissiya kelyapti, boshqa kelyapti, tozalansin, keyin men sizga javob beraman, falon qilaman, tugon qilaman deb o'tgan yili 2025-yil fevral oyida joyimda olib tashlagan. Meni avgust oyigacha aldab yurdi, mayli, men shu yerda savdo qilaman, bolalarim boqaman deb turib, men bozorkomga og'ir gapirmadim, joyimni olib tashlasa ham, boshqa qilmadim, hech kimga shikoyat qilmadim. Sababi ertaga men baribir shu yoqqa joy qo'yaman, shu yerda ishlayman, shu yerda bola chaqamni boqaman, tirikchilik qilaman deb turib hech kimga hech narsa demadim. Oxiri joy qilib bermagandan keyin oxiri o'ziga kelsam, xolodilniklarimni so'rasam, даже xolodilniklarimni ham topib bera olmayapti. Yo'q, hech narsam. Joyimdan olib tashlagan narsamda hech bittasi yo'q. Mayli, joyimda olib tashlabdi boshqa, lekin meni shaxsiy narsalarim, xolodilnigim, vitrina xolodilnigim
tarozi, bu yerda hech narsam yo'q. Hech bittasini topib bera olmayapti shu paytgacha. Undan keyin men o'zimizda Angren shahar prokuraturasiga murojaat qildim. Siz noqonuniy joyda savdo qilgansiz deb, ular ham yordam bermadi. Bilamiz, qadrli Power kuzatuvchilari, shaxsiy mulk daxlsiz. Bu Konstitutsiyamizning 66-moddasi yozib qo'yibdi. Mulk daxlsiz, mulkdor o'zi xohlagancha uni e'tirof etadi. Xo'p, ikki tomon kelishmadi. Bu qanday hal bo'lishi kerak edi? Sud tartibida hal bo'lishi kerak edi. Bozorkon bu ishni qilmagan. Bozorkonmi joy bo'ladigan bo'lsa, bu joy bu opaga chiq dedimi, opa chiqmadimi, sudga murojaat qilish kerak edi. Sudsiz birorta bir fuqaroni mulkiga zarar yetkazish, uni olib tashlash, uni yo'q qilish, uni egallash umuman mumkin emas. Shaxsiy mulk daxlsiz. Bu yerda qonun buzilishi bor deb hisoblaymiz biz. Nahotki bu bozorkonmi yuristi yo'q. Bu o'zi bozor ma'muriyatining yuristi yo'q. Ikkita tomon kelishmayapti. Nima bo'ladi? Sud tartibida hal bo'ladi. Biz qaysi davlatda yashaymiz o'zi hozir? Birovni hozir ko'tiga tepib, uni mulklarini egallab olib chiqaradigan zamonda yashamayapmiz. Hali bu tasdiqlangani yo'q. Bozorkon bularni mulkini egallab olganligini hozir bir murojaatchini eshitib turibman, bu gaplarni gapiryapman. Yana videoni oxirida men o'zim fikrimni aytaman. Agar opani fikrlari rost bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu noqonuniy. Biz hozir bozor ma'muriyati bilan ham bog'lanamiz. Opa, qo'shimchalaringiz bormi? Qo'shimchalarim yo'q, prosta men xafa bo'lganim qonun ishlamaganligi. O'zimizda Angren shahar prokuraturasiga ham yordam so'rab bordim. Angren shahar hokimimizga ham yordam so'rab bordim. Hech qaysi eshitmadi. Даже meni 3 ta farzandim bilan boquvchim yo'q. Shu yerda o'zim savdom orqali farzandlarimni mana shundan tirikchilik qilib o'qiyotganligimni tushuntirsam ham eshitmadi. Yordam berishni xohlamadi. Demak, biz bilamizki, hozir bularni bu joyda savdo qilish uchun senda me'yoriy hujjatlar yo'q degan vaj bilan opani mulklarini chiqarib tashlashgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatsiz savdo qilishga ham bozorkon o'zi ruxsat bergan-ku. Qancha muddat savdo qilgansiz? 5 yil. 5 yil hujjatsiz savdo qilgan-ku shu. Nahotki buni tushunish uchun обязательно 4 yil institutda o'qish shart emas. Oddiy narsa bu. Hujjating yo'q deb fuqaroni ko'tiga tepib borishdan oldin uni hujjatini beringlar. Nimaga 5 yil hujjatsiz savdo qildirdinglar fuqaroga? Tuzoqmi bu? Qachondir uni любой payt ko'tidan tepib boramiz deb hujjat qilib bermadinglarmi? Hozir bu savollarga javob olish uchun bozor ma'muriyatini o'ziga kiramiz hozir. Hozir siz savdo qilgan joy shu yermi to'chla? Men savdo qilgan joy xuddi mana shu yer bo'lgan. Men prokuraturaga ham murojaat qilganimda siz noqonuniy joyda savdo qilgansiz deb menga shunaqa javob xati yo'lladi, lekin menga mumkin emas ekanda, lekin mana bularga mumkin ekan. Ha, sizga mumkin emas deb chiqarishdi, lekin bularga ruxsat berishdi. Meni joyimda olib tashlagandan keyin bularga qo'yib berishdi-da. Qiziq. Aka, bizniki shunaqa murojaat bo'lgan. Fuqaro bozor ma'muriyati mulkimizga zarar yetkazdi, olib qo'ydi deb bizga murojaat bo'lgan. Opaniki. Ha, opa murojaatlari shunaqa. Sizga bog'lanishimiz sababini yuqorida aytdim. Haqiqatdan ham to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ertaga noto'g'ri ma'lumot ketib qolmasligi uchun biz sizga bog'landik aka. Tushunadi. Ism familiyangizni aytsangiz, ismingizni bilaman, Dilshod aka. Abdullakov Dilshod Rahimjonovich. Nega shu savolga javob bersangiz, bularning mulklari hozir qayerda? Birinchidan, opa bizni tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun bizga murojaat qilgan. Biz opaga joy qilib berganmiz. 2-3 yil davomida faoliyatini olib borgan. Bunga biz to'sqinlik qilmaganmiz, boshqa narsa qilmaganmiz, aytgan joylardan qilib berganmiz. Bu endi paytlari yarmarka paytlarida bo'lgan. Keyin opani necha marta ogohlantirishimizga qaramasdan olib keting hali dilingizni. Ana o'rtada turardi. Hozir xabaringiz bor. Go'sht masalasida necha marta muhtaram yurtboshimiz o'zlari ham xavotirga tushib, bir muammoli nimalar bo'lib ketdi. Bu degani borib importga bog'lanib qoldi bu narsa. Keyin biz uni Pokiston, Mongoliyadan shartnomalar qilib turib, ya'ni o'sha tadbirkorlarni topib, o'sha eksportyorlarni topib shartnoma tuzib, bizga 50 tonna go'sht zaxira qilish sharti bilan olib kelib turib, agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir o'sha yerda go'sht do'konini shakllantirganmiz. Eng arzonlashtirilgan go'sht 25 tonna zaxiram bor go'sht nimani ichida. Bu menga tegishli emas. Buni biz vaqtinchalik shartnoma qilib, yengil konstruksiya 9 oyga berganmiz. Ya'ni agar go'sht narxi stabilniy joyga tushib qolsa, marhamat buni olib tashlaymiz. Buni vaqtinchalik turilgan joy. O'sha joyda opa turardilar oldin. Bu ya'ni bitta navesda turardilar. Kichkina naves 2 ga 3. Opani necha marta ogohlantirishimizga qaramasdan bir 5 oy, 6 oy u joy bo'sh turdi. Faoliyat olib bormadilar. Bo'lmasam
u joyga opani hech qanaqa tegishli hujjati ham yo'q, boshqa narsasi ham yo'q. U davlatning joyi, bozorning joyi. Bo'sh tursa, sal nimani ham buzadi, vidni ham buzadi, boshqasini ham buzadi. Qarasak, bitta xolodilnik bilan o'sha go'sht yopadigan nimasi turgan ekan opaniki. Opani necha marta ogohlantirdik. Og'zaki ham, boshqachasiga ham ogohlantirishlarga qaramasdan ana mana sal qo'pol muomalaga o'tib turib, men unaqa qilganman, men bunaqa qilganman deb shaxsiyatimizga tegib nima qildilar. Keyin buni shakllantirish kerak edi go'sht do'konini. Biz o'zimiz ichki ishlar xodimi syomka qilib turib, olib borib turib, skladimiz bor. Shuni go'sht pavilyonini ham o'sha yoqqa olib borib qo'ydik. Bozorkon bizga opani mulklarini ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda video tasvirga olgan holda tozalab tashlaganini aytib, video tasvirni taqdim etishini aytdi. Va yakunda Bozorkon video tasvirni ham, dalolatnomani ham, mulkni ham ko'rsata olmadi. Ayol bu bo'yicha ichki ishlarga murojaat qilsa, ichki ishlar xodimlari ishni yopib yubordi. Bozorkonning harakatlarida huquqbuzarlik alomatlari yo'q deb topishdi. Konstitutsiyaga ko'ra belgilangan mulk daxlsizligi buzildi. Sudsiz mulklar tozalab tashlandi. Hozirda topishni imkoni yo'q bu mulklarni. Opa zarar ko'rgan, rostdan. Bunday holatda prokuratura Jinoyat kodeksining 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish yoki Jinoyat kodeksining 229-moddasi o'zboshimchalik alomatlari bor yoki yo'qligiga aniqlik kiritishi kerak deb hisoblaymiz. Tushirib, shaxsan bolalar, guvohlar bu bo'yicha, opaning shu mulki bo'yicha prokuratura ham ko'rdi. Prokuratura xulosasi bor. Shaxsan hokim o'zi bir 5 marta qabul qildilar. Viloyat hokimiga murojaat qildilar. Undan tashqari ichki ishlar xodimlarida ham, ichki ishlarda ham material delo bor bu bo'yicha. Biz olib borib qo'yganmiz uni. O'sha zapislar ham turibdi, xohlasangiz nasga tashab beraman. Olib borib qo'yilgan jarayon, o'sha yerda yig'ilgan jarayon, undan keyin prokuraturaning akti turibdi. Nimani ichki ishlarning akti turibdi, bergan xulosasi. Boshqa hech qanaqa masala yo'q. Agar yo'q, menga xolodilnigimni ber deydigan bo'lsalar, yangi xolodilnik turibdi. Marhamat, olib ketsinlar. 5 yil o'sha yerda savdo qilgan, to'g'rimi? Yo'q. U yerda bir 6 oy, 7 oy savdo qilgan. Qop 7 oy. Siz aytdingiz-ku, me'yoriy hujjatlarsiz savdo qilyapti, tadbirkor emas o'zi aslida. Tadbirkorlik hujjati yo'q, bozor bilan ijara shartnomasi yo'q yoki bir o'sha joyga bo'lgan mulk huquqini tasdiqlovchi biror hujjat yo'q dedingiz. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. 7 oy davomida qanday buni hujjatsiz savdo qilishga yo'l qo'ydingiz? Arzonlashtirilgan yarmarkani shakllantirganmiz. Shartnoma qilinadi-ku, men bilaman. Yo'q, shartnoma qilinmaydi. Bu yarmarkadan pul olishga bizning haqqimiz yo'q. Endi hozir qonuniy kuchga kirdi. Yanvarda. Olmaysiz, to'g'ri. Joyga masalan yarmarka 9 oy bo'ladi. O'sha yerda 9 oy turasan deb shartnoma qilish kerak deb aytamiz. Yo'q, bizda unaqa qonunlar yo'q. Agar unaqa bo'lsa, tanishtirsangiz, masalan, siz o'zingiz aytyapsiz-ku hozir, mana shunaqa bor, shartnoma qilishing kerak ekan, mana shunaqasiga berishing kerak ekan deyapsiz. Agar unaqa tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, meni tanishtiring, Men tanishtiraman sizga. Opa kelyapti, men go'sht sotaman deyapti. Arzon go'sht sotaman deyapti. Bundan shahar departamentining ham xabari bor. O'zlari ham yaxshi biladilar. Keldi deb bizga arzonlashtirilgan yarmarkaga o'sha paytda pul olinmasdi. Buni menimcha respublika darajasida hamma biladi. Hozir ham men bilaman. Lekin shartnoma qilish kerak, o'sha pul olmaslik, shartnomada pul berasan emas, shuni 9 oy turasan. Mana hozir nizo kelib chiqdi. Nima bo'ldi bu? Nima bo'ladi? Yo'q. Bilamizki, Konstitutsiyaning 66-moddasi shaxsiy mulk daxlsiz ekan. Daxlsiz. Fuqaro siz masalan kelishsiz, siz 7 oy savdo qilasan dedingiz-a, qo'ydingiz-a buni. Ko'rsataman deganda. Siz o'sha payt kelishuv qilishingiz kerak edi, aka. Kelgusida ana kelishmovchiliklar chiqmasligi uchun. Yo'q. Siz keldingiz, joy sizniki, davlatniki, masala yo'q, siz nazorat qilasiz. Joy davlatniki. Bu opa savdo qildi. Siz keldingizda chiq dedingiz, chiqmayapti. O'rtada sizlarda hech qanday hujjat yo'q. Keyin nima bo'ladi? Masalan, yechimi. Ko'tiga tepib, zo'ravonlik bilan qandalikdan olib tashlash emas. Sudga murojaat qilinadi, aka. Yo'q, kechirib qo'yibsiz. Biz yo'q, biz birinchi sud tartibida hal bo'ladi. Yo'q. Kimning kuchi ko'p bo'lsa, o'sha hal qilmaydi. Yo'q, otangizga rahmat. Men boya aytganimdek, biz qonunni hamma narsalarni ustuvor qo'yamiz. Men 9 yil, 10 yildan beri shu yerda rahbar bo'lib o'tiribman. Ko'p unaqa tadbirkorlar ko'rganmiz. Bu men buni chuqurroq maydalashmoqchi emasman ichiga kirib. Mazkur hozir ko'rikka egasini qilib beryapman. Sababi o'sha paytda hozir ham agar menga bitta tadbirkor kelib turib, men mana shu yerda 70 mingdan go'sht sotaman, molimni olib kelib so'yib desa, men shunday joy qilib beraman. Qo'yib beraman. Vakolatim bor. Uni tartibga solish kerak-ku. Necha kun savdo qiladi, necha kungacha 70 mingdan sotadi, qancha joy beriladi shartnomada bu shartnomasiz munosabat. Yo'q, bu shartnoma qilsa biz to'lov qilish kerak-ku. Shartnomada to'lovsiz deb qo'yasiz aka. Yo'q, men endi to'g'ri, men nima bo'lishim mumkin? Tushunmagan bo'lishim mumkin. Yo'q, eshiting. Yo'q, xo'p.
Men u narsani ko'rmagan bo'lishim mumkin. Siz menga o'sha joyini ko'rsatib bering, men qo'limni ko'taraman. 10 yillik tajribam bor. Birinchi marta ustoz qilaman sizni o'zimga. Hurmatli yurtdoshlar, qonunga qaraymiz. Fuqarolik kodeksining 539-moddasida aniq yozilgan. Agar taraflardan biri yuridik shaxs bo'lsa, ijara shartnomasi muddatidan qat'iy nazar yozma shaklda tuzilishi shart. Bozor ma'muriyati yuridik shaxs, demak bozor joyi foydalanish uchun fuqaroga berilgan bo'lsa, bu huquqiy munosabat hisoblanadi. Qolaversa, Vazirlar Mahkamasining bozorlarda savdo faoliyatini tashkil etish qoidalari to'g'risidagi qarorining 24-bandida aniq yozilgan. Yakka tartibdagi tadbirkorlarga turg'un savdo shoxobchalari shartnoma asosida beriladi deb yozilgan. 25-bandida esa ijara oluvchi bilan tuziladigan ijara shartnomasi degan norma aniq ochiq ko'rsatilgan. Demak, qonunning o'zi shartnoma, ijara oluvchi, ijara to'lovi iboralarini ishlatyapti. Endi savol tug'iladi, agar fuqaro 7 oy davomida bir joyda savdo qilgan bo'lsa, muzlatkich qo'ygan bo'lsa, elektr ishlatgan bo'lsa, doimiy faoliyat yuritgan bo'lsa, nega yozma shartnoma tuzilmagan? Agar bu noqonuniy bo'lgan bo'lsa, nega 7 oy ruxsat berildi? Agar qonuniy bo'lgan bo'lsa, nega fuqaroning huquqi himoya qilinmadi? Va eng muhimi, hech qanday ogohlantirishsiz, dalolatnomasiz, sudsiz bir kechada fuqaroning mol-mulkini tozalab tashlashga kim huquq berdi? Bozorkom hozir biz bir necha marta ogohlantirdik deyapti. Ogohlantirish xati bormi desam ko'rsata olmayapti. Konstitutsiyada har kim mulkdor bo'lishga haqli va mulk sud qarorisiz olib qo'yilmaydi degan prinsiplar bor. Konstitutsiyaga ko'ra mulk daxlsiz. Hech kimning mol-mulkiga sudsiz, qonuniy tartibsiz tegib bo'lmaydi. Bu normalarga menimcha bozorkom umuman rioya qilmagan. Men qo'limni ko'taraman. Siz aytyapsizki, hozir shartnoma nima uchun qilinadi? Shartnoma belgilangan tartibda bo'lmasligi uchun. Yo'q, kechirib qo'yibsiz. Tartibga solish uchun. Yo'q, do'stim. Bu sizdan chiqayotgan gap. Siz menga Sizga savol, keldi 70 mingdan go'sht sotaman dedi. Siz unga joy qilib berdingiz. 3 kunga 70 mingdan sotdi-da, 4-kundan 100 mingdan sotdi. Nima qilasiz? javobini berib olamiz. Sud tartibida bo'ladi. Yo'q. Bozor qonun qoidalari bor. Bozorda qonun qoida bor. 70 mingdan dehqon kelib sotaman deyaptimi? Qo'yib beramiz. Rastani ham biz aka, siz rahbar odamsiz, yoshingiz katta. Salgina kulgili gap gapiryapsiz. Shartnoma. Yo'q, men masxaraboz emasman. Shartnomasiz munosabat har doim nizo keltirib chiqadi, ikki tomon o'rtasida janjal kelib chiqadi. Yo'q. Shu oldindan kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklarni oldini olish uchun qilinadi shartnoma. Men sizga yana bir marta aytyapman. Men sizni hozir sizdan o'rganyapman, sizdan eshityapman. Bunaqa qonun sotaman deb keldi tadbirkor. Bunaqa siz bilan shartnoma qilishingiz kerak. Sen bir qancha muddatgacha sen 70 mingdan sota olasan? Senga qancha joy kerak? Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritmang, iltimos sizdan. Siz menga faktoravat qilib bering o'shani. Men rahbar sifatida qo'limni ko'taraman deyapman sizga. Videoda chiqaraman fakt bilan, sizga ham beraman aka. Xo'p, demak shartnoma qilish mumkin emas. Yo'q. Yes, tushunarli. Xo'p, mana keling savol aka, bozorning umumiy infratuzilmasi haqida. Biz ko'rdik, hozir aylanib chiqdik, hamma joyi yong'in xavfsizligi qoidalariga umuman rioya qilinmagan deb men shaxsiy xulosa chiqardim. Deylik, masalan, kiraverishda ham svetoforni qizil chirog'i taqiqlovchi qizil chiroqda mashinalar to'xtayapti-da, gul sotilyapti. Orada yarim metr joy bor. Buni qanday izohlaysiz? Biz buni o'sha yashil makon doirasida, yashil hudud doirasida tadbirkorlar bizga murojaat qildi. Ya'ni bizda savdo bo'lmayapti. Biz uni tadbirkorlarga oldingi yil go'sht pavilyonimizning yonidan joy bergandik. Bu joyda hozirgi kunda boshqa tadbirkorlar ko'paygani hisobidan, ko'p tadbirkorlar ko'paygani hisobidan keyin uni ichkariga kirgizdik. Bundan keyin biz bularga joy topolmasdan bozor kichkina o'zi. Nargiz Tayankani nargi tomonga o'tkazdik. Nargiz Tayankaga o'tkazdik birinchi bu ayollarni shu yoqqa o'tkazdik birinchi. O'tkazishda biror bir normativ huquqiy hujjati bormi? Hokim qarori? Yo'q, siz bu yoqni masalasi bilan kelgansiz-ku. Bizga qiziq aka, biz shaxsiy Yo'q, siz yo'q, to'xtab turing. Men masala qilmayapman sizga hech qanaqa. Siz hozir kelib turib yo'q, men 102 qilmayman. Menda chunki asoslantiruvchi hujjatim bor. Qarang, bu yoqdan berdik, bu yoqdan ham joyini berdik. Tadbirkorlar ham norozi kayfiyat shakllandi. Men aytdim, to'xtab tur. Tadbirkorlar o'zini chaqirdik. Qayerdan sizlarga joy qilib bersak bo'ladi. Chunki hozirgi kunda yashil magon bu shaxsan muhtaram yurtboshimiz siyosati. Ammo esa men o'sha siyosatni to'xtang, bo'lmaydi, bo'lmay turing. Men u siyosatni rahbar sifatida hamma narsani ustun qo'yaman. Keyin oddiy xalqni ko'zini tagiga qo'ydik.
eksin ijmasa olib borib, urug'ini olib borib eksin, tomorqani shakllantirsin, boshqani qilsin deb turib, olib kelib turib 17 ta 18 ta tadbirkorni ana shu yoqqa qo'ydik. Tadbirkor rozi. Mana hamma yam yashil bo'lib ketdi-yu. Tushundim. Yashil makonga hech qanday e'tiroz yo'q. Birinchi o'rinda prezidentimiz olib borayotgan siyosatga hech qanday e'tiroz yo'q. Yashil makon qilinglar degani aka o'rda avtomobil yo'llari yoki g'ayri ruxsat berdimi o'sha yerga tadbirkor joylar. Bilasiz, bir joy olish uchun avtomobildan xulosa olish kerak, g'ayridan xulosa olish kerak, xavfsizligi bo'yicha fuqarolar Ruxsatimiz bor. Xavfsiz bormi? Bor ruxsat. Bitta ko'raylik aka. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Bozorkom ochiq aytadi. Mana bu tasvirlarda siz ko'rib turibsiz, sotilayotgan mahsulot bilan yo'lda qatnayotgan avtotransport vositalari bilan o'rtadagi masofa 1,5 metrni tashkil etadi. Ya'ni inson hayoti uchun to'g'ridan to'g'ri xavf tug'diryapti. Lekin bu bozorkom aytayapti, bizda ruxsat bor deyapti. Qiziq, fuqarolarni hayotiga to'g'ridan to'g'ri xavf solib turgan vaziyatda savdo qilishga kim ruxsat bergan? G'ayri ruxsat berganmi desam, bergan deyapti. Avtomobil yo'llari ruxsat berganmi desam, bergan deyapti. Tegishli tashkilotlar ruxsat berganmi desam, bergan deyapti. Qanaqasiga bunday holatda savdo qilishga ruxsat berish mumkin? Va baraka topkurlar, bu bozorkom o'zi bizga aytayotgan gaplarni hech bir o'ylab ko'rdimi? Tadbirkorning manfaatini deydi, hammadan ustun qo'yaman deydi. Yo'q, kechirasiz. Tadbirkorning manfaati bilan xaridorning manfaati bir-biriga to'g'ri kelish kerak emas. Tadbirkorning manfaatini ko'zlab chorrahaga savdo qildirmaysiz-ku, baraka topkur. Yo'l o'rtasida savdo qildirmaysiz-ku. Qarang qanaqa sharoitda savdo qilishyapti bular. Har qanday vaziyat biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Xaridor gul olyapti, avtotransport vositasini orqani ko'rsatuvchi bakovoy o'ynasa xaridorga tegib ketadi. O'ta xavfli darajada savdo qilishga kim ruxsat berdi? Baraka topkurlar. Bozorkom nimani aytayapti, ruxsatim bor deb. Bizning tem bo'lib bugun ish kunimiz emas. Bizda hamma tasdiqlovchi hujjatlarimiz bor. Yana bir marta kelsangiz men sizga ko'rsataman. Keyin bu bozor hududida rahbar bozor ma'muriyati tomonidan o'sha force major joylarni kelib chiqqan joy bo'lmasa, men birinchi o'rinda norozi kayfiyatni shakllanishini oldini olaman. Rahbar sifatida. Kelgan tadbirkorga uyimdan kelyapti-da, men senga ishonib, bozorga ishonib turib, aytdi 20 gektar joyga urug' ekkanman deyapti. 25 gektar 25 sotix joyga pomidor ko'chati ekkanman deydi. Bunisiga bolgarskiy ekanman. Sen rahbar sifatida menga joy qilib ber, men buni sotishim kerak. Agar men bunga kelib turib bir savdo bo'lmaydigan, bir burchakka olib borib tiqib qo'yadigan bo'lsam, bu tadbirkor ertaga ekiban bo'pti. Pomidorni ham ekmaydi, boshqasini ham ekmaydi. Men unga joy qilib berishim kerak, u joyda savdo bo'lishi kerak. U ertaga qiziqadi, o'sha tomorqaga ham qiziqadi, boshqasiga ham qiziqadi, sotdimi? Endi nega yana qiladi? O'shani hisobidan men shaxsan tadbirkorni, men yana bir marta aytayapman. Tadbirkorni manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yaman. Menman degan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlardan oddiy xalqni birinchi o'ringa qo'yaman. Chunki sababi bizga o'sha xalq kelyapti, shular olyapti, shular orqasidan tadbirkor pul tushiryapti. Uni hisobidan men oylik olyapman. Aka, men e'tirozim yo'q. Meni hech qanaqasiga e'tirozim yo'q. Men faqat savol berish huquqim bor. Bu ishingiz to'g'ri, bu ishingiz noto'g'ri deyish. Men savolingizga javob berib ketyapman hozir. Lekin aka, u yerda fuqarolarning xavfsizligi birinchi o'rinda-ku. Yo'q, masala yo'q hech qanaqa. Endi to'xtaydigan joy yo'q-ku. Tadbirkorning manfaatlari hamma narsadan ustun deyapsiz. Fuqaro gul olyapti-da, orqasidan avtotransport vositasini orqani ko'rsatuvchi bakovoy o'rnataylik, orqasiga tegib o'tib ketyapti. Marhamat, agar qonunni buzgan bo'lsak, agar o'shalar ko'p bo'layotgan bo'lsa, olib tashlashimiz mumkin. Masala yo'q. Xo'p, keyingi savolim, aka, rahmat, bu savolimga sizdan javob oldim. Yana o'sha yong'in xavfsizligi qoidalari, ikkita darvozani biz ko'rdik, darvozani aynan kirish joyida savdo bo'ladi. Yo'q, bizda yong'in xavfsizligiga kiradigan joy. Shu darvozani ochish imkoni yo'q, sochiq nimadirlar sotishyapti, boshqa narsalar. O'rtada deylik, xudo ko'rsatkasi yong'in bo'ldi. Yong'inni o'chirish avtomashinasi, maxsus avtomashinasi qanday kiradi? Yong'in birinchidan avvalambor yong'in bo'lmasin. Bu yotibdi, bo'lmasin, bu yotibdi. Biz yong'in qarshi emlanganmiz, xudo xolisa. Chunki buni strafovkasini qilib qo'yganmiz. Birinchidan bozorni aylanasiga kirishda, mana markaziy bozorimiz bo'lsa, aylanasiga har bitta mana markaziy yong'in xavfsizlikka kiradigan bitta yo'l ekanmiz. Bunaqasiga kiradi. Endi qarang, ketdi, bitta gidrantimiz bor, ikkita gidrantimiz bor, uchta gidrantimiz bor, to'rtta gidrantimiz bor. Bu tomonda, mana bu tomonda kirganda gidrant bor. Mana bu tomonda korzinkaning yonida gidrant bor. Mana burchakda gidrantlarimiz bor. Mana bu tomonda 2 tonnalik suv saqlaydigan nimamiz bor, bachogimiz bor. Hozir suvi to'la. Holisingiz ko'rsatishim mumkin. Ichi suvi to'la.
Biz buni strafovkasini qo'yganmiz hammasini. Yong'in xavfsizlikka gidrantlarimiz bor. Kirganda o'ngga burilsangiz, o'rtada ham savdo qilishadi. Yo'q, u o'sha xolodilnigi, o'sha oldin turgan joy. Biz buni men o'zim kelib chiqib buni qilmaganman. Buni ko'p rahbarlar bilan soglosat qilingan, holda qilingan, arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlarini sotish maqsadida. Opamiz burilganda oxirigacha o'rtada zontiklar qo'yib to'g'ri, bor. Dehqonlar kelyapti, vaqtinchalik qo'yib turibmiz. Agar mana gidrantlarimiz xudo ko'rsatmasin yong'in bo'lib qolsa, mana gidrantlarimiz yong'in xavfsizligi bizga 2 minutdan 3 minutda yetib kelgunga qadar biz mana gidrantlarimizdan foydalanamiz. Xudo ko'rsatmasin. Yong'in xavfsizligi kelganga qadar bu oddiy bitta rastada turibdi. Shuni ko'tarib turib chekkaga qo'yib qo'yish mumkin-ku do'stim. Buni masala joyi yo'q-ku. Aka, oxirgi savolim, opani mulklari qayerda turibdi hozir? Olib ketsalar bo'ladimi? Bo'ladi, marhamat. Qayerda turibdi? Beramiz. Xolodilniklarni topamiz hozir. Skladimizni ko'ramiz. Menga bu yerda gapirgan gaplar hammasi yolg'on. Videomiz bor dedi, talab qilaman. Aytdi bir yani syomkamiz bor deyishda. Joyda olayotganda menga ham xuddi shu gap zapislari bor. Joyda olayotganimizda Angren shahar hokimi, uchastkovoy, yana kimlardir ko'pchilikda aytgan shular bor degan, syomka ham qilganmiz dedi. O'sha syomkani talab qilaman, syomkani ko'rsatishini. Siz ham keyin hokim sizga men yo'qman dedi. Hokimga kirganimda hokim yolg'onchi-ku dedi. Aytaveradi shuni gapiga ishon. Men uni shaxsiyatimga tegadigan gaplar bo'lmasin opa. Menga qarang, endi to'xtang. Boshqa joyga o'tamiz. Yo'q, chuqurlashib ketyapmiz. O'sha haqiqiy faoliyatingizni, kimligingizni hozir men daskanalni aytaman. Uni ham zapisi bor. Kelishib olamiz. Videoni boshidan oxirigacha qo'yasiz. Kesilmaydi. Masala yo'q. Bu yoq gapirib olsa, hokim o'sha gapni aytgan. Men dedi, u joyda dedi tozalayotgan paytda men boshqa qiladigan ishim yo'qmi dedi. Uni joyda tozalayotgan paytida men turishim kerak dedi. Demak, hokim bo'lmagan. Siz dedi shuni dedi. Yo'q, hokim bo'lmagan bu yerda. Nimaga unda syomkada bor deb zapisda? Qayerda? Mana hozir qo'yib bering. Yo'q, hokimimiz kelib turib bozor aylanib ketgandan keyin hokim bo'lgan dedi. Men hokim javob beradi. Hokim bor deb aytaylik, mayli. Meni ham zapisim turibdi. Masala yo'q. O'sha hokim javob beradimi? Meni narsalarim yo'qolganiga deb zapis tashlaganman. Xo'p, mayli. Bo'ldi aytdik. Nega tan olmayapsiz? Hokim, yo'q, tan oldim. Hokim bo'lgan deb aytsam qutulamanmi sizdan? Bo'ldi. Ayol kishi bilan tortishib bo'lmaydi. Bitta gap bilan qutulib qo'ya qolamiz. Opa, mulkingizni olaylik. Mulkingizni mayli, ularni hozir gapirib. Meni imini o'zimning mulkim kerak-da. Sizni mulkingizni olib ketishingiz kerak edi vaqtida, opa. Meni mulkimni qanday opa jonim? Men siznikini skladga o'rab, chirmab olib qo'yganman. Yo'q, olib borib qo'ydik. Olib ketmadingiz. Zaps turibdi. Olib ketmang. Yo'q, menga qarang. Siz maqsadingiz shantaj qilib turib joydan bozordan tekinga joy olishmi? Shuni maqsadingiz. O'zi bundan keyin shunaqa bo'lgan-ku. Bu yerda hozir joy so'ralmayapti. Sizga hozir bu yerni telefonlarni olamiz-da. Daskanalni joy so'ralmayapti. Bu yerda hozir joy so'ralmayapti. Sizni xalajingiz kerak. Mulkimni so'ralyapti. Shaxsiy o'zimniki so'ralyapti. Yo'q, ketmagansiz. Nega olib ketmagansiz? Menga o'rab, chirmab joy qo'yib beraman. Yo'q, siz menga qarang. To'xtab turing. 25 marta hech qanaqa biz sizga 10 martalab berganmiz joyni. Sizni gapingizni eshitdim men. Buni kerakli tashkilotlar ko'rib chiqqan. Sizni gapingizni eshitdim, men gapirib olsam bo'ladimi? Gapiring. Men gapirsam bo'ladimi? Polis qaltirab ketyapti. Bir piyol suv bermayapti. Qaltiratadigan darajaga 1 yildan beri men 3 ta bolam boquvchim yo'qligidan. Yo'q, siz bu yerda rekit qildingiz-ku, mafiya bo'ldingiz-ku. Undan kelib turib bunga joy berib, bunga berib. Bilasizmi qanaqa faoliyat olib borgan? Joyni olib turib, boshqa tadbirkorlar isbotlaymiz kerak bo'lsa. Hozir yo'q, to'xtab turing. Bundan buyon hozir ichki ishlarga murojaat qilaman men opam to'g'risida. Buni qilayotgan faoliyatini rekit yasab olgan. Buni ustidan yozib, bu yerdan joy qilib bermasang, bizdan joyni olib turib, boshqasidan borib turib, o'rtada aylantirib qilgan. Buni hammasini hozir zapisigacha qo'yib beraman. Ani bolalarni ham chaqiraman. Siz rekit emassiz, biz qonunbuzar davlatda yashayapmiz. Men qo'rqmayman, chaqir. 102 qilasanmi qil. Yo'q, opa, qo'llashib ketmang, hurmatsizlik qilmang. Nima, aytdingiz-ku hozir joy bermasang yozaman o'shalarni qo'yib beraman dedingiz-ku zapisini. O'shani bering zapisini bizga. Bizda hozir dushanba kuni, seshanba kuni va'da berasizmi? Bo'ldi, kelishdik. Biz Bozorkon bilan 9-may shanba kuni ko'rishganmiz. Bozorkon bizga bergan intervyuda murojaatchini ko'p murojaat qilganlikda, rekit yasab olganlikda, mafiya qilganlikda, yozuvchilik orqali joyni olib uni boshqalarga berganlikda, shantaj qilayotganlikda ayblab, buni hammasini isboti bor menga, men sizga tashlab isbotlab beraman deb bizga intervyu berdi. Va'da qilingan kun kelganida esa u bunday qilib javob berdi. Demak, hozir o'sha narsalarni ko'chirayotgandagi holat yo'q, video yo'q, to'g'rimi? Tasvirlangan video yo'q, ha? Yo'q, video yo'q.
Tushunarli. Rahmat sizga. Endi qarang, bitta narsa. Dushanba yo seshanba. Men bunga ancha bo'lib ketgani uchun u zapisi qayerda, nimasi qayerda men bilmayman. Men daskanalni qidirishga harakat qilib topaman. Kameralarni ham o'sha joyni men kameralarimda bor. Oldin marta portal bo'lgan paytda bu yoqqa rosa portalga murojaat qilgan. Murojaat qilmagan tashkilot qolmagan. O'shalardan o'sha portallari hammasini, hujjatlarni hammasini yig'amiz, daskanalni. Keyin sizga beramiz. Lekin bitta narsani bilib qo'yishingizni xohlayman. Bozordan biz joy bergan paytda, bu yoq faoliyat olib borgan paytda biz joyini berib, u xolodilnikni, bitta xolodilnikni olib turib, olib borib turganimiz to'g'risidagi rasmlar ham bor. U rasmlarni ham ko'rsataman hozir. Ana shu yerda turgan dostonni chaqir. Mana shu yerda nazoratchisi 10 martalab olib borib ko'rsatdi. Boradi, bu meni xolodilnikim emas. Bu mana nima yangisini olib beraylik. Isbotlab beraman mana shu gapiga. Menga birovda xolodilnigini, Yo'q, qanaqa birovdi? Hozir olib kelaman mana shu obidni onasini ham olib ketayotgan joyimda onasi borib turib, qizim. Yo'q, jonim opa. Yo'q. O'sha tan oladi. Qani olib chaqirasizmi? Tan oladimi o'sha? Qaqob ketyapsiz buni deb. Bozorga meni xolodilnikim deb aytdi. Meniki yo'q bo'lgani uchun o'sha meni xolodilnigim olib ketavering opa deb aytdi. Xuddi mana shu gapni aytdi mana shu inson. Keling do'stim, o'shani chaqiring hozir. Xo'p. Xolis bo'lsin. Men bitta ogohlantiringizlar. Tugatib olsam mayli, nimaga gapimni oxirigacha tugattirmay bu qo'shilib ketyapti. Men seni eshitib turdim. Yo'q, sensiramang. Yo, seni eshitib turdimmi? Nimaga sen eshitmay? Nega meni lo'lali qilmang, uchastkavoy chaqir. Yo, nega gapimni bo'lyapsan? To'xtang, hozir qonun ustuvori kelsin. Qonun bilan gaplashaylik. Men buni gapini shantajlar, anular bilan. Lekin bu meni gapimni eshitmasdan mana gapimni. Opa shantajga o'tib ketyapsiz. Jonim opa. Qayerda shantaj ko'ryapsizlar? Opa, bir minut, men ogohlantirib olay sizlarni. Qayerda shantaj ko'ryapsiz? Tuhmat qilyaptimi? Yo'q, xolodilningizni hozir ham beramiz xolodilningizni. Masala yo'q. Maqsad xolodilnikmi? Hech kim shantaj qilmayapti. Yo'q, maqsad xolodilnikmi? Tuhmat. Meni oxir marta chiqib nima dedingiz? Bitta xolodilnik. Men bu yoqqa boraman, men bu yoqqa borganman. Marazinlik berasan, tarozi berasan, 6 ta patnis berasan, kundamni berasan, patnis. Bozor musor saqlovchi joy emas. Nega olib ketmadingiz? Nega tozalaysan meni ogohlantirmasdan? Siz nima? Otangizdan qolgan joymi bozor? Meni mulk. Bozor xohlagan paytda xohlaganiga borib arendaga berib Bozor meniki emas, joy meniki emas. Davlatning joyi bu. Shaxsiy narsa. Davlatning joyi. Shaxsiy narsaga tegishga haqqing yo'q. Davlatning joyi bu. Yana bir marta tushuntiryapman sizga. Men joyiga men gapirayotganim yo'q. Men shaxsiy narsamni talab shaxsiy narsangizni 10 marta 20 martalab ogohlantirish berganmiz, olib ketmagansiz. Menga joy qilib berasan shu yerda. Xohlagan joyimdan joy olaman yozib degan gaplaringiz bor. Hozir sizlar gapirayotgan gap syomka qilinyapti. Siz aytyapsiz ogohlantirgan, siz aytyapsiz rikt qilgan deyapsiz-ku. Bu yerdagi ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin Jinoyat kodeksining 139 ikkinchi qismi, 140 ikkinchi qismi degan moddalar bor. Tuhmat va haqorat. Chunki bu ijtimoiy tarmoq orqali bo'ladi. Sizlar javobgarlikka tortilmasligingiz uchun iltimos qilaman, faqat rost gapiringlar. Albatta. Siz ayting, ogohlantirganman, 4 marta deyapsiz, ogohlantirishdi. Xatlarni beramiz. Xatini beramiz, albatta. Menda hamma hujjati bor. Bering shularni. Ogohlantirish xatini olib borganimizda qaytarib yuborgani ham bor. Ogohlantirish xati berayotganda rasmga tushgan rasmlarimiz ham bor. Bering shularni. O'shan, yo'q, bugun ish kunimiz emas. Biz Video- sizga Video 2-3 kun montaj bo'ladi, shu payt bersangiz bo'ladi. bo'ladi. O'rtasida beraman. Marhamat kirgizib ketaveringlar. Hech qanaqa masala yo'q. Xo'p, mulkingiz nimalar bor edi mulkingiz? Vitrina xolodilnik bor edi, marazinlik bor edi, tarozi bor edi. O'sha vitrina xolodilnikda go'sht taxlashimga patnisi bo'ladi, patnisi bor edi. Kunda katta 2 metrlik kundam bor edi. Endi shoshmang. Shu 6 ta mulk bor ekan. Masalasi mulkini so'rayaptimi yo joy so'rayaptimi? Qarangda, ana gapini gapirsangiz, o'sha gapni Tugamaydi-da oxiri. O'shancha qisqa qilaylik shuni. Tushundik aka. Buni biz eshityapmiz, bizni bu eshitmayapmiz. Yo'q, opa, unaqa. Chunki o'sha yolg'oni chiqib kelyapti. Mulk o'zi tegi yo'q. Bitta aka shu videoni ko'rsatsangiz, buzayotganda baribir nimalar borligi ko'rinadi-yu. Opa yolg'on gapiryaptim, rost gapiryaptim, o'shanda ochiladi-da. Endi hozir opani o'zlarini iltimoslari yoki nimaga bir bizga kelganimiz o'zlaridan so'raymiz hozir. Opa, siz mulk uchun bu yoqqa keldingizmi yo Mulk uchun? Bo'ldi mulkingiz. Boshqa narsa talab mulk qilmayapti. uchun talab bo'ldi. qilmayapti. Mulk uchun kelgan ekanmiz. Siz buzayotgandagi videoni ko'rsatasiz, o'sha yerda baribir ko'ringan. Maksimal darajada topishga harakat qilaman. Menga Plakat ancha bormi, bo'lib ketdi. xolodilnik bormi, kunda bormi, tovarcha bormi, videoyingizda baribir ko'ringan. Masala yo'q. O'sha videoda ko'ringan mulklarni anaqa qilaylik. Qachon? Birinchidan bunaqa qilamiz. Hozir bitta ishchi guruh qilamiz. Ichki ishlar xodimini qo'shamiz, nimani qo'shamiz? Opani o'zi. O'sha borib turib xolodilniklarimiz bor, 5-6 ta yangi xolodilniklarimiz bor. Marhamat, borib bitta xolodilnikning ichidan tanlab olsinlar o'zlari. Ikkinchidan marazinlik bor dedi. Bizda marazinlik bor. Ichkari bo'sh pavilyonning ichini ko'r, marazinligi bo'lganmi o'zi? Bilib bermi? Sizlar ko'rgansanlar. Hozir menga o'sha eski o'sha faoliyating joyini, rasmini topish kerak edi.
O'sha yerda haqiqatan ham bormi, yo'qmi? Zo'r bo'ladi. O'sha rasmni topsak, o'sha po fakti chiqib kelardi-da. Balki opa tuhmat qilayotgandir. Boshqa narsalar yo'q. Bo'lishi mumkin. Biz unda bunaqa qilamiz. Hozir maksimal darajada xolodilnik. Opani mulki agar haqiqatan mulki bo'lgan bo'lsa, biz beramiz. Masala yo'q. Buni bizga faktirovat qilib bersin. Ya buni men faktor Asoslantirib bersin. Masala yo'q. Ha, Dilshod aka. Xolodilniki to'g'risida bitta qarorga keldik. Mayli. Xolodilnikini olib ketmagan ekan, musorxonaga tushgan ekan. Yo'q, bu video topamiz uni, jonim opam. Buni topib beramiz. O'rniga boshqa bermoqchisizda, to'g'rimi? Hozir ko'rsataman. Yo'q, u aytayapti, meniki emas degandan keyin nima qilishimiz kerak boshqa? Meniki emas deyapti, olib ketmagan faoliyatni, narsasi ham olib ketmagan bo'lishi mumkin. Biz opani mayli qiynalib qoldik, bizda unaqa xolodilnikdan to'lib yotibdi. Ko'rdingizmi aka? Qilib nima Ishinglar xom bo'lganda, ishinglar xom bo'lgan. Bo'lishi mumkin. Yuristingiz bormi, yo'qmi bilmayman. Birovni mulkini majburiy olib chiqib tashlayotganda, aka uni xolislar, davlatnoma, bayonnoma. Albatta bu narsalar tuzilgan, videolar ham bo'lgan, lekin minut aka. 1 yildan keyin murojaat qilyapti. Bir minut. 1 yil o'tdi-ku o'rtada. 1 minut aka. Davlatnoma xolislik ishtirokida qilinib, qaysi model xolodilnik bor, nima plakat bor, olib, mana olib chiqib tashlayapmiz-da, buni tikib bitta papkaga olib qo'yish kerak. Fuqaro любой payt Yo'q, unaqa papkamiz bor bizda, bunaqa hujjatlarimiz bor. Yo'q, siz hozir talab qilmang mendan. To'xtang, siz hozir burib boryapsiz. Boshqa yoqqa. O'sha qarayapman. Dushanba kuni. Biz dushanba kunigacha sizga opani faoliyati to'g'risida nimasi bo'lgan, nimasi qo'ygan, qanaqasiga kirgan, daskanlarni hamma narsani tayyorlaymiz. Keyin videoni ham ko'ramiz. Endi menimcha siz o'zingizdan qo'shib turib bizni shaxsiyatimiz degan narsalarni qo'shishmaysiz. Menimcha. Ustimdan yozasiz aka. Yo'q, biz ustidan yozamiz. Biz mard odammiz. Biz noqonuniy ish qilmaymiz aka. Bo'ldi, o'sha videoni daskalarini qo'yib bersalaringiz bo'ldi. Ikkinchidan biz buni mana opani harakat qilamiz. O'sha delolari bor, o'sha paytdagi murojaat qilgan, qaysi tashkilotlar ko'rilgan, hammasini yig'amiz, sizga beramiz uni. Agar opani harakat qilamiz, chunki yarmarkada o'sha paytda, bu yer go'sht sotgan paytda rasmlar bo'lishi kerak. Biz o'sha rasmlarni topishga harakat qilamiz-da, harakat qilamiz o'sha rasmni topishga. Agar opani haqiqatan ham shu narsalar bo'lgan bo'lsa, marhamat, 10 marta aytdik. Tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. Men razborchik emasman, bozor rahbariman. Meni oldimga razborchiklar olib kelmang, razbor qilmang. Qonuniy ish qiling. Qonuniy ish qilganda ham mana hozir xohlasangiz ichki ishlar xodimi necha marta uchastkoyimiz ham chaqirgan, boshqasi ham chaqirgan. Topib olgan gaplari shu. Ana hozir bloger aytibdilar, endi mayli bunga chuqurroq kirishamiz, opa. Masala yo'q. Dilshod aka qarang. Biz shuni uchastkoga qachon chaqirgan men? Yo'q, biz necha marta chaqirdik-ku. Yo'q, mana shuni isbotlab bersin, men shuni talab shuni qilaman. shoshmang opa. Yo'q, siz o'zingiz yozdingiz-ku. Ichki ishlarga murojaat qildingiz-ku. Men yozganman, lekin uchastkovoy seni oldingda meni nima uchun chaqirgan? Qachon Nimaga? men kelmaganman? Uchastkovoy chaqirgan paytda. Yo'q, xo'p, chaqirgandan keyin delangizni ko'rsatdingiz-ku, yopdi-ku. Yo'q, sen gapirgan gapingga aytyapman. Uchastkovoy meni qachon chaqirdi, men qachon bosh tortib kelmadim. Necha marta chaqirgan bo'lishi ham mumkin? Yo'q, nega hozir mumkin? O'sha gapni o'sha Yo'q, necha marta chaqirdi? Biz oldimiz bilan kelmadingiz. Mana shuni ham isbotlab beraman. Dona opa, aka mana shu oxirgi savolim shu kameraga tasdiqlab qo'yaylik. Demak siz ish kuni, ya'ni budni kun kelganda siz bizga buzilayotgandagi holatini videosini, xo'sh, opani faoliyati bo'yicha hujjat Yo'q, u yerda buziladigan narsa yo'q. U yerda bitta 2 ga 3 naves shunday ko'tariladi, olib borib qo'yiladi, bo'ldi. Hop, men shu jarayonni mayli. Masala yo'q. Jarayon. Masala yo'q. Opani savdo qilayotgan joyini ko'chirayotganingizni videosini nimalar ko'chgan, nimalar bor edi, shularni taqdim qilaman dedingiz. Biz uni kutamiz sizdan. Agar taqdim etilmasa, yo'q, biz savollarimizga javob ola olmadik. Quruq gap talashib qaytib keldik deb chiqarishga majbur bo'lamiz. Yo'q, marhamat. Men hech narsa demayapman. Hozir chiqarib yuboring xohlasangiz. Chunki mulkim bor deyapti. Men tadbirkorlar oldida ham, boshqalar oldida ham yuzim yorug'. Jumlamni tugatib oling. Marhamat. Opa mulkim bor deyapti. Siz aytyapsiz, mulkini ko'chirayotganda menda video bor edi deyapsiz. Video To'g'ri qilingan. Endi uni hozir topa olamiz. Unga necha yil bo'lib ketdi? Gapirolmayapman-da o'sha. Yo'q, tushunmayapsiz. Siz o'tiring do'stim. Siz keyin buni oxirigacha yetib olay. Daskana, men sizga birinchidan o'sha yerda ishlaydi. Olaversa indamang. Hech narsa nima farqi bor opajon? Siz olyapsiz-ku mana. Ya bo'lsa nima bo'libdi? Tarixga mixlab qo'yamiz. Bu kunlar g'animat opa. Qisqasi, do'stim, biz ana uni topamiz, harakat qilaman. Syomkasini ham topishga. Chunki u yerda bitta opaniki olinmagan, u yerda общий где-то bir 14 ta 15 ta bo'lgan. Ularni ham maksimal endi siz opa zo'ravonlik qilganingizdan keyin zo'ravonlik qilgan bo'lishingiz mumkin. Ana bu ham yolg'on
Mani qalamim o'tkir, bunaqa deb rosa she'r Dono- yozgansiz. Endi Shoshmang. mayli, ularga Dono- uloqtirishmaymiz. nima rostligini man video e'lon qilayotganimda mana bu savollarga javob oldim, mana bu savollarga javob olmadim. Fuqarolar mulk ko'chirilayotganda davlatnoma qilinmagan, qaysi mulk olinyapti, qaysi mulk ko'chirilyapti, xolislar ishtirokida davlatnoma qilinmagan, video tasvirlar taqdim eta olmadi deb biz uni chiqaramiz. Yo'q, Tushunyapsizmi? bitta narsa biz opani necha marta Bundan tashqari ham ko'p. buni opani necha marta ogohlantirishimizga qaramasdan O'shani ham berasiz. Shu ogohlantirgan. Ogohlantirishga. Biz aytamiz mana murojaatchimizni bozorkom ogohlantirgan ekan, lekin bormagan ekanda biz uni ham aytamiz. Biz xolismiz. Siz taqdim eting, masala yo'q. Video ogohlantirish xatlari, davlatnomalari, opani faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni bering. To'liq 100% chiqaramiz. Rahmat. masala yo'q. Bu telefon qachon ish kuni? Bugun 9-may. Dushanba kuni. Dushanba kuni, seshanba kuni menimcha. Telefoningizni bering, men yozib 93. Telegramdan tashib beraman sizga. 93 Aha. 3-0 Aha. 02 Nargi nomer sizniki telefon. o'sha o'chmaydi. Bo'ldi, O'chmaydi.